Ma'ruza eshitishda ham o'zining texnologiyasi bor. Bir kunda bitta ma'ruza eshitsalar yetadi. Xo'p, juda oshib borsa ikkita. Endi Bishkekka ketguncha masala eshitadiganlar bor mashinada. Bu ma'ruzani sizlarga foydasi yo'q. Nimaga demisizmi? U fon bo'lib qoldi-da u. Siz bitta mavzuda eshiting, 20 minutlik o'chiring. O'shani hazm qilib keting. Yoningizdagi sheriklar bilan bahs qilib keting, savol-javob qilib keting. Keyin qoladi kallangizda. Yo'q, kelguncha 8 soat masalani eshitib keladi. Biz nimani xohlayapmiz, birodarlar? Biz Allohga yaqin bo'lishlikni ta'mini totib ko'rmoqchimiz. Allohga bo'lgan muhabbatni ta'mini totib ko'rmoqchimiz. Bizni mashaqqatdan yengillikka olib chiqadigan, g'am tashvishdan rohatga olib chiqadigan hisni totib ko'rishni xohlayapmiz. Agar biz o'zimizni musulmonman, dindorman deb turib, odamlarning eng baxtlisi bo'la olmayotgan bo'lsak, bizning dindorligimizning qiymati juda ham past ekan.